Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida Futbol maydoni kanali. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Husanov boshlanishi. O'zbek futbolchilari Yevropani zabt etadi. Futbol olamidagi nufuzli manba The Athletic nashri O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi texnik direktori lavozimida ishlayotgan belgiyalik mutaxassis Guy Keala milliy terma jamoaning 2026-yilgi jahon chempionatiga chiqishini ta'minlagan islohotlar samarasi haqidagi ma'lumotlarini e'lon qildi. Men sezgan narsalardan biri shuki, ilgari o'yinchilar va murabbiylarda g'alaba qozonishga haqiqiy ishtiyoq yetishmasligi edi. Bu o'yin uslubimizda ham namoyon bo'lardi. Haddan ziyod himoyaviy o'yin, raqib jamoalarni o'zidan kuchli deb his qilish, O'zbekistonni shunchaki jamoa deb bilish. Shuning uchun bu fikrlarni o'zgartirish va kuchliroq, progressiv o'yin uslubini tatbiq qilish kerak bo'ldi. Hozir biz hujumkor va uyushqoq o'yin namoyish qiladigan bo'ldik. Shiorimiz har doim g'alaba qozonish istagimiz, yutqazib qo'yish qo'rquvida kuchliroq bo'lish shart. Mana shu g'oyani singdira oldik. Yigitlarda o'ziga bo'lgan ishonch juda oshdi. O'zbekiston futbol borasida hali yosh mamlakat ekanini unutmaslik kerak. Mahalliy futbol assotsiatsiyasi 1991-yili sobiq ittifoq parchalanganidan keyin tashkil etilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston juda katta mamlakat. 38 million aholi, keng va bepoyon mintaqalar, ularning ko'pi poytaxtdan yetarlicha olisda. Bu mamlakatdan futbol birinchi raqamli sport turi. Hozir Abduqodir Husanov Manchester City'da o'ynayapti. Hali O'zbekistonda yana ko'plab o'yinchilar Yevropaga yo'l oladi, chunki bizda talantli futbolchilar bisyor. Uzoq vaqt davomida Yevropa klublari o'z skautlarini Afrika va Janubiy Amerikaga, shuningdek Osiyoning ayrim mamlakatlariga jo'natganiga guvoh bo'lgansiz. Ular O'zbekistonni chetlab o'tishar edi. Bularning bari o'zgaradi. Men bundan keyin yanada ko'proq o'zbek futbolchilari Yevropaga yo'l olishiga umuman shubha qilmayman, dedi Guy Keala. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosishingizni va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.